Sizlardan endi shunday an'anani buzmanglar. An'anani buzmanglar. 20-50 mana bir pasga yetdik. Aytmang, orqaga qarasangiz kechagindek. Kechagina. Ko'zing bilan o'tmasang, burning bilan o'qiysan deyardi. Qaytmaydi, qaytmaydi. Qarib o'rgatayotgan do'stga nima qarib bu deb ko'zing bilan o'qi deyardi ustoz. Men bilmaganman. Ko'zing bilan o'qiy olmading, endi burning bilan o'qiysan. Shunday deyapti. Lekin Nechmat Angliyaga olib boradi ustoz, ha? Ha, avtobusda ko'rsatib Angliyaga ketib keladingiz. Buni hozir yaqin bo'lib qoldik. İngilizce o'qiyman deganlarga sharoit hamma joyga bor. Dunyo ochiq. Xohlasang Amerikaga bor, xohlasang Angliyaga bor. Londonga ketyapmiz Kecha buni shu nevara qizimni olib kelishga bordik. Pediatrning yotoqxonasiga. 3 ta hindistonlik kelib ko'chada. Studentlar. Ulardan bizda arzonda o'qish. Kelib shu yerda meditsinaga o'qiydi. Ham bizda ana o kuchli deydi-ku, ilm